Buxoro viloyati sudi tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sudlar faoliyatiga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali odil sudlovga erishish darajasini oshirish hamda sud tizimining moddiy-texnik ta'minotini yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni ijrosini samarali tashkil qilish masalalariga bag'ishlangan seminar o'tkazildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Seminarda viloyat sudi raisi va uning o'rinbosarlari, viloyat ma'muriy sudi raisi, tuman jinoyat sudi raisi va tergov sudyasi, tumanlararo sudi raisi va sudyalari, Shofirkon tuman ichki ishlar bo'limi rahbariyati va profilaktika inspektorlari hamda mahalla faollari ishtirok etishdi. Seminarni Buxoro viloyat sudi raisi ochib berib, so'nggi yillarda sud-huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ahamiyati haqida fikr-mulohazalar bildirildi. Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklari himoyasining kafolatlarini kuchaytirish, shuningdek, aholining huquqni muhofaza qilish tizimiga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga qaratilgan keng ko'lamli ishlarning ahamiyati ta'kidlandi. Sudlar faoliyatiga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali odil sudlovga erishish darajasini oshirish hamda sud tizimining moddiy-texnik ta'minotini yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmoni bilan eng avvalo sudlar faoliyatiga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish uchun sharoit yaratish, raqamlashtirish ishlarini izchil davom ettirish, sudlarda fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari uchun qulay shart-sharoit yaratishga qaratilganligi aytib o'tildi. Bu seminarda asosan hozirgi qonunchilikda o'zgarishlar va sud faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar berib o'tildi. Bu ma'lumotlarda o'zimizga kerakli bo'lgan savollarga javob oldik va o'sha sud haqidagi kerakli ma'lumotlarni bilib oldik. Seminarda ta'kidlangandek, mazkur farmon ijrosi bilan sud ishlarini elektron shaklda yuritish, ishlarni qog'oz shaklidan voz kechish, fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga ko'rsatiladigan interaktiv elektron xizmatlar turlari oshirib boriladi. Sud xarajatlaridan nusxa olish, sud ishlari bilan tanishish, arizani sudga taalluqligi va sudlovga tegishliligini aniqlash, sun'iy intellekt yordamida sud xarajatlarini hisoblash imkoniyati yaratiladi. Shu kabi masalalar atroflicha muhokama qilindi, fikr-mulohazalar va takliflar tinglandi. O'zaro muloqot tarzidagi tadbir savol-javoblarga boy bo'ldi.